2026-yil 8-yanvar kuni viloyat hududida sodir etilishi mumkin bo'lgan kiberjinoyatlarni aniqlash maqsadida Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi hamda viloyat davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazildi. Tadbirlar davomida Urganch shahrida yashovchi 1994-yilda tug'ilgan fuqaroga tegishli Redmi Note 11 rusumli mobil telefon ko'zdan kechirildi. Tekshiruv jarayonida ushbu fuqaro Binance, Tonkeeper va Bitgate mobil ilovalari orqali noqonuniy ravishda kriptovalyuta savdosi bilan shug'ullanib kelayotgani aniqlandi. Shuningdek, u mazkur ilovalar orqali olingan mablag'larni qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya kiritishga mo'ljallangan platformalarda stavkalarni sotib olish va sotish uchun pul o'tkazmalarini amalga oshirib kelgan. Aniqlanishicha, fuqaro o'ziga tegishli bo'lgan 22 ta bank plastik kartasidan foydalangan holda kriptoaktivlar savdosini amalga oshirib kelgan bo'lib, shu kunga qadar jami 21 milliard so'mdan ortiq miqdorda kriptovalyuta savdosini amalga oshirgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi tartibida hujjatlashtirilib, hozirda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.